Hurmatli tinglovchilar, bugun davom ettiramiz o'zimizni ma'ruzalarni. O'sha transport logistikasi bugungi mavzuyimiz. Bu tashish, ekspeditorlik ishlari va xizmatlar bajarish rejamizda o'sha tashish, ekspeditorlik ishlari va xizmatlarni bajarish bo'yicha tashuvchilarning majburiyati. Ikkinchisi tashuvchining tanlab bosqichlari, uchinchisi yuk yetkazib berish va tizim ishtirokchilari va oxirgisi bu yuk yetkazib berish va tizimning sifatini, darajasini baholash. Bu nima degani? Mana hozir temamizni o'tishdan oldin men bitta narsani aytmoqchi edim. Yuklarni yetkazib berish jarayonida telefon, faks, elektron pochta yoki internet orqali amalga oshirish mumkin. Bu nimaga? Chunki bu buyurtmachilarni ko'pgina hollarda yukni yetkazib berish qo'yadigan talablarni ifodalaydi. Yoki ifodalashga qiynaladi. Buyurtmachilarni rasmiylashtirish, osonlashtirish maqsadida namunaviy buyurtma varaqlarini keng foydalanilmoqda. Endi mana mavzuga yetadigan bo'lsak, bu yerda o'sha yuklarni yetkazib berish buyurtmasida quyidagilar ko'rsatiladi. Bu yerda mana ko'rsatib o'tilganimizdek, o'sha buyurtmachi haqida ma'lumotlar, ikkinchisi jo'natish va qabul qilish manzili, uchinchisi bu yerda yetkazib berish sifati qo'yilgan boshqalar va mana qarasanglar pastda yukning nomi, miqdori, saqlash shakllari va qo'shimcha xizmat talablaridan iboratdir. Bu yerda nima degani, bu yerda o'sha buyurtmachining talablariga va asosiy hamkorlik haqida axborotlarni asosida operator yoki o'sha tashishning bir qancha rejalari ishlab chiqiladi. Ishlab chiqilganda o'sha sxema mahsulotlarni yoki ekspeditorlik transport firmalarini o'sha mijoz tanlaydi. Nima uchun? Chunki o'sha zarur tug'ilganda operator bu ishni boshqa tashkilotlarga ham jalb etishi mumkin. Ba'zi hollarda mana shu sxemada ko'rinib turgandek, yukni qabul qiluvchi ekspeditsion yoki transport firmalarini jalb etish, yukni tashib kelish bilan o'zaro shug'ullanishi mumkindir. Endi keyingi slaydga o'tsak, o'sha yuklarni yetkazib berish tizimini loyihalashtirish sxemasi quyidagilardan iborat. Bu birinchisi buyurtmani qayta ishlash va mijozni tashish tizimiga qo'ygan talablarni aniqlashdir. Nega bu asos hisoblanadi? Chunki bu yerda tashish tizimini mumkin bo'lgan variantlarni ishlab chiqish yoki tashishda ishtirok etuvchilarning tarkibini albatta aniqlash kerak. Keyingisi bu o'sha yuklarni yetkazib berish loyihalashtirishda bu yuklarni yetkazib berish variantlarining sifatini baholash. Keyingisi tashish tizimini optimal variantini tanlash va oxirgisi bu tanlangan variant bo'yicha yuklarni yetkazib berish ishtirok etuvchilar bilan shartnoma tuzishdan iborat. Mana bu hammasining yig'indisi o'sha yuklarni yetkazib berish loyihalashtirish sxemasiga kiradi. Endi bu yerda o'sha yuklarni biron bir nima deydi, yuk tashish firmasiga berganlarda o'sha albatta tashish baholashi kiradi. Bu yerda mana ko'rasiz, baholash mezonlariga xarajatlar, tranzit vaqti, ishonchlilik, bu tranzit vaqtining barqarorligi, texnik va servis imkoniyatlari, foydalanish mumkinligi, xavfsizlik, bu hammasi bitta reytingga olinib, mana bu yoqda nisbiy muhimlik, tashuvchi samaradorligi, tashish reytingi. Mana ko'rib turibsizlar, eng asosiy bu yerda tranzit vaqti. Yana bu yerda tranzit vaqtini o'sha nisbiy muhimlik, tashuvchi samaradorligi va tashish reytingiga bog'liqdir. Mana barcha o'sha baholashdan oldin o'sha barcha o'sha tashuvchilarni o'sha reytingini aniqlab, o'sha bo'yicha keyin jami reytingni aniqlab o'sha firmaga berish mumkin yuk tashishni. Keyingisi bu tashuvchini tanlash algoritmi. Bu yerda ekspert tahlili ve bu yerda mana ko'rib turganinglardek omil mezonlarini tanlash,
transport xizmatini bozorda tashuvchilarni bog'lanish tanlovi, tashuvchilar mezonlarida aniqlash darajasi mexanizmi, tashuvchi umumiy reyting baholash va tashish tanlanadi. Va bularni hammasi o'sha algoritmga, ya'ni marketing tahlili, qo'shimcha mezonlarni qo'llash bilan bog'liqdir. Nima uchun bu tanlash algoritmdan olinadi? Barcha yo'l tashuvchi yuklarni tashish mezonlarida asosan ekspert tahlilisiz yuk tashilmaydi va bunda eng asosiy omil hisoblanadi. Endi keyingisi bu transportni texnologik yetkazib berish sxemalari ishlab chiqish amalga oshirilgan nima imkoniyatlari bor? Bu birinchisi modul prinsiplaridan iboratdir. Bu o'sha modul prinsiplaridan foydalangan holda transportni tezkor rejalashtirish, dispetcher boshqaruvni soddalashtirish. Bu keyingisi mana sxemadan ko'rib turibsizlarki, texnologik operatsiyalar oqimi, uzluksizlik va maksimal parallelligini ta'minlashdan iboratdir. Bu turli tashkilotlar xodimlari tomonidan operatsiyalarni muvaffaqiyatlashtirib bajarishni tashkil etiladi va yuklarni yetkazib berish umumiy vaqtini qisqartirishdan iboratdir. Mana buni hammasini olgandan keyin shundan keyin ekspeditor telefon orqali tashuvchilar bilan bog'lanadi. Ularni har bir ekspeditorga bo'sh turgan transport vositalari, buyurtmachilarni qondirish imkoniyatlari, transport vositalarining turi, haq to'lash shartnomalari haqida axborot beradi. Endi buyurtmachi bu yerda o'sha rasmiylashtirilgan buyurtma blankasida o'sha operator tomonidan nafaqat tashish rejalashtiradi, balki mijozlar bilan ishlash hisobini olib borish ham foydalanadi. Bu hammasi bitta sxemada ifodalangan. Endi bu yerda keyingisi bu transport ombor logistik tarmog'ini tanlash, barpo etishni umumlashtirgan algoritmi ko'rinib turibdi. Bu yerda ham ko'rib turibsizlarki, dastlabki ma'lumotlar bu yuk jo'natuvchilar va yuk qabul qiluvchilarning joylashuvi, mumkin bo'lgan harakat vositalarining turi va tipi, transport vositalari soni, tashishlar hajmi, qiymat, texnologik va vaqt ko'rsatkichlari. Albatta bu yerda vaqt ko'rsatkichi juda ham katta omil hisoblanadi, chunki bu yerda ko'rib turibsizlar, transport logistikasi masalani yechish bloki bu transport turini tanlash, transport vositasini tanlash, transport masalasi yo'nalishlari va aniq muddatda yetkazib berishdir. Omborga keladigan bo'lsak, ombor logistikasi masalani yechish bloki bu omborlar sari va joylashuvi, albatta ko'p nomenklatura jo'natmalar zaxiralari va optimal yechish ko'rasizlar. Bu yerda yoki ha yo'q javobi transport ombor logistik tarmog'ini barpo etishdan iboratdir. Endi keyingi slaydimiz bu yuklarni tashish, optimallashtirish, optimal qilib blok sxemasi edi. Yuqorida ham ta'kidlab o'tganingizdek, bu yerda yuklar nomenklaturasidan boshlab 11 ta pozitsiyagacha iboratdir. Bu taqqoslash asosiy yetkazib berish variantlari bu yerda ham algoritm qilingan hamda matematik metodlar bilan qanday qilib yuklarni tashish, shahar ichida, shahar tashqarisida optimallashish blok sxemasidan iboratdir. Keyingisi bu logistik vositalarni tanlash algoritmi. Bu ham juda ham katta rol o'ynaydi. Nima uchun? Tanlash bosqichlari berilgan. Bu yerda logistik vositalarni yetkazib beruvchi ekspeditorlar, tashuvchilar va hokazolarni tanlash logistika funksional sohasi uchun eng keng tarqalgan faoliyat turi hisoblanadi. Logistik tizimini barcha bo'g'inlari raqobat mavjudligini, ko'p variantligini kuzatish mumkin. Mana ko'rib turibsizlar, logistik vositalarni baholash uchun ko'rsatkichlar yoki mezonlar ko'rsatilgan. Bu albatta sifat, o'sha miqdoriy manzil, bu o'ng tarafida o'sha marketing tahlili, o'sha logistik vositachilar o'rtasidagi nomzodlarni tanlash albatta eng asosiy omil hisoblanadi. Mana ko'rib turibsizlar, barcha o'sha logistik vositachilar uchun ko'rsatilgan umumiy jadvalni shakllantiriladi. Bu yerda ekspert tahlili, o'sha logistik baholash tizimidan tortib
bu yerga ekspert tahlili, mezonlarning muhimlik darajasini aniqlash va mezonlar ranglarini hisobga olgan holda koeffitsiyentni aniqlash. Bu qayerdan kelib chiqadi? Bu o'sha logistik ko'rsatkichlarni asosiy cheklanishlarini muvaffaqiyat tashkillashdir. Bu yerda ham nima bo'ladi? O'sha istisno qilish yoki miqdoriy baholash, hisoblash, sifat baholash hisobi. Mana bu hammasi kelib, keyin o'sha logistik vaziyat uchun integral baholash. Bundan bir necha mezonlar, ko'p mezonlar o'sha logistik vaziyatni tanlashda ranjirli ranjirlash va eng yaxshi logistik vositalarni tanlash, bu hammasi o'sha bitta mezonga, ya'ni algoritmni tanlab, qaysi o'sha logistik vaziyatdan kelib chiqib yuklarni tashishga iboratdir. Mana endi bu tashuvchini tanlash uchun reyting baholashni hisoblash. Bu yerda ham hali yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, mezonlar bu yetkazib berish vaqtining ishonchligi, tashish tarifi, moliyaviy barqarorlik, yuk saqlanishi, jo'natmalarni kuzatish va jami reyting. Reytingga qarab, mana birinchi tashuvchi, ikkinchi tashuvchi, uchinchi tashuvchiga olib borilgan. Bu yerda reyting baholashda mana uchinchi tashuvchiga 21.2% berilgan. Bu bitta pastda ko'rib turganingizda bittaga yulduzchalar, bitta ba'zi mezonlar soni 5 ta tegishli rang bo'lishi orqali topilgan yoki reyting baho va vazn ko'paytmasi hisoblangan. Mana yulduzchalarni ko'rib tursanglar. Mana shu tashuvchini tanlash reytingi borasida o'sha baholarni hisoblangandan keyin o'sha barcha mezonlarga qarab yuk tashuvchi sifati aniqlanadi. Endi keyingisi bu transport ekspeditiv korxonani tanlash mezonlari. Mana bu yerda mezonning inglizcha nomi bitta transit time, reliability, pouring rate, carrier consideration, shipper market consideration, overshort and demastas. Endi bu yerda o'zbekchasiga nomi yetkazib berish vaqti, shartnoma shartlarini bajarish ishonchligi, xizmat qiymati, tek tavsifi, mijozlar talablarini hisobga olish, yukni va transportni kuzatish tizimlari mavjudligi. Bu yerda o'sha manbalardan olinganicha 1980-yil, 90-yilda Amerika bo'yicha rangi va 98-yilda mustaqil davlatlar hamdo'stligi bo'yicha rang topilgandir. Keyingisi bu yetkazib beruvchini tanlash mezonlari. Ya'ni bitta, ikkita mezonlar bu yerda juda ham katta rol o'ynaydi. Bu birinchisi asosiylari va qo'shimchalar. Asosiylarga nima kiradi ro'yxatda? Bitta mahsulot narxi, yetkazib beriladigan mahsulot sifati va uchinchisi bu yetkazib berish ishonchligi. Ishonchlikka bu yerda yana yetkazib berish muddatlari, mahsulot assortimenti, butligi, sifat va soni bo'yicha majburiyat. Bu asosiy mezonlardan hisoblashning sababi bu yetkazib beriladigan mahsulot sifatiga vaqtida olib borish. Bu asosiylardan biri. Qo'shimchalarga nima kiradi? Bu yerda ko'rib turibsizlar, yetkazib beruvchining iste'molchidan yiroqligi. Ikkinchisi joriy va tezkor buyurtmalarni bajarish muddatlari. Uchinchisi zaxira quvvatlarining mavjudligi. To'rtinchisi yetkazib beruvchi sifat boshqaruvini tashkil etilishi. Beshinchisi bu yetkazib berishning ruhiy ish tashlashlar ehtimoli, bu yana siyosiy masala. Oltinchisi bu yetkazib beriladigan uskunaning butun xizmat muddati davomida ehtiyot qismlarini yetkazib berish ta'minlash qobiliyati va yettinchisi yetkazib beruvchining moliyaviy ahvoli va uning kredit qobiliyati kiradi. Bularning barchasi o'sha mezonlar ro'yxatiga, ya'ni yetkazib beruvchining tanlash mezonlari hisoblangan holda ko'rib olamiz. Keyingisi bu tashuvchilarni tanlash mezonlari. Bitta o'ng tarafida ko'rib tursanglar, o'sha rang berilgan 1-ikkinchidan 18-gacha. Mana birinchisi bu yetkazib berish tranzit vaqtining ishonchligi. Ikkinchisi eshikdan eshikgacha yetkazib berish tarifi. Bu xarajatlar smetasiga kiradi.
Keyingisi eshikdan eshikkacha tranzitning umumiy vaqti. To'rtinchisi bu tashuvchining tarifini o'zgartirish bo'yicha muzokaralar yuritish tayyorgarligi. Bu ham asosiy reytinglardan. Beshinchisi bu tashuvchining moliyaviy barqarorligi. Oltinchisi qo'shimcha uskunalar, yukni qayta ishlash bo'yicha mavjudligi. Yettinchisi servis chertasasi. Yettinchisi yukni butlash, yetkazib berish bo'yicha qo'shimcha xizmatlar mavjudligi. To'qqizinchi yukni yo'qotish va o'g'irlash, yukni saqlanishi. Bu albatta eng asosiy mezonlardan biri. Bu hammasi asosiylarga, lekin yukni saqlash bu barcha o'sha yukni kuzatish, yukni olib ketgan transport vositalari o'sha firmalarga bog'liq. Keyingisi bu jo'natmani keyintirish. 11-si xodimlar malakasi, keyingisi jo'natmalarni kuzatish. 13-si tashuvchining servisini o'zgartirish bo'yicha muzokaralar tayyorgarligi. 14-chi tashuvchilarning yo'nalishlarini ajratish sxemasi tayyorgarligi. 15 bu liniya xizmat ko'rsatish, tashish bilan berish protsedurasi, transport xizmatini sotishni tashkil etish sifati va maxsus uskunalar. Shu barchasi bu tashuvchilarni tanlash mezonlariga kiradi. Endi keyingisi bu tashish jarayonining tashkilotchisi. Bu ekspeditorning, xalqaro tashish operatori yoki transport logistik firma operatorining asosiy vazifasi yetkazib berish jarayonini ro'yxatlashtirish va tizimni barcha ishtirokchilarning ishini muvofiq etishdan iboratdir. Keyingisi bu tashishni tashkil etuvchi quyidagi masalalar vazifalarni yechadi. Bu yukni tashish, yukni yetkazib berish uchun buyurtmalarni qabul qiladi va qo'shimcha xizmatlar ko'rsatadi. Keyingisi bu shartnoma va tovar transport hujjatlarini rasmiylatish va oxirgisi yuklarni tashish va tariflar masalasi bo'yicha maslahatlar berish. Bu barchasi o'sha tashish tashkil etuvchi masalalar va vazifalarni o'z ichiga olgan holda ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu keyingi narsasi, eng asosiy narsalardan biri bu buyurtmalarni bajarish uchun yetkazib berish tizimlarini ishlab chiqish. Ishlab chiqilgan, ya'ni tizim qatnashchilarining tashuvlarni, ekspeditorlarni, omborlarni, sug'urta tashkiloti va hokazolarni tanlashdan iboratdir. Mana keyingi slaydda ko'rib turganinglardek, iste'molchilar zarur bo'lgan qo'shimcha xizmatlar to'g'risida axborotlarni to'plash, tahlil qilish va yetkazish, yetkazib berish tizimi ishtirokchilarining ishini muvaffaqiyatlantirish, yuklarni harakat kuzatib borish va oxirgisi bu zarur hisobot va qayd qilish daftarlarini shakllantirib borish. Mana hozir bu hammasi elektron sifatda qilinyapti. Mana ko'rib turganinglardek, o'sha avtomobillarda yuk tashishning sifat ko'rsatkichi quyidagi omillar bilan bog'liq. Bu birinchisi tashiladigan yukning tavsiflari va xususiyatlari, ikkinchisi foydalangan transport vositasi, uchinchisi yukni kuzatib borish uchun alohida talablar bo'lishi, to'rtinchi tashish jarayonida alohida talablar bo'lishi, beshinchi transport xizmatlari sifatini boshqarish masalasi va oxirgisi bu sifatni tasvirlovchi xususiyatlar tarkibi strukturasidan iboratdir. Bu hamma yig'indisi o'sha avtomobil yuk tashish sifati ko'rsatkichlaridan iboratdir. Endi mana yuqorida ta'kidlab o'tgandek, sifat ko'rsatkichlari nima talablarni o'z ichiga oladi degan savol tug'ilishi mumkin. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, o'sha avtomobillarning yuk tashish sifatlarini iste'molchilarning talablarga mos kelishini ta'minlashni ko'rib chiqishi yoki ikkinchisi bu avtomobillarda yuk tashishni hamma xususiyatlarini tavsiflash, ularni tashishlari vazifasidan kelib chiqib iste'molchiga ma'lum ehtiyojlarni qondirish loyiqligiga kelib chiqadi. Keyingisi bu xizmat ko'rsatish jarayoni barqarorligini saqlash. Keyingisi bu avtomobillar yuk tashishning sifat ongli ta'sir o'tkazish uchun teskari aloqa prinsipini amalga imkoniyatini beradi va oxirgisi bu alohida ko'rsatkichni takrorlangan yo'l qo'ymaslik. Bu hammasini yig'indisi o'sha sifat ko'rsatkichlariga bog'liqdir. Mana bugungi ma'ruzamiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi mavzuyimizda ushbu o'tilgan mavzuni yana
davom ettiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.